Bunday mazali baqlajonli salat hammaga birdek yoqishi aniq. Baqlajonlarni to'g'rab olamiz, idishga tuxum chaqib, ozgina tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Baqlajonlarni tuxumli massaga botirib, o'rta olovda ikkala tomonini qizartirib pishirib olamiz. Mol go'shtini videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Tovaga solib qovurishni boshlaymiz. Tuz, ziravorlar, maydalangan chesnok solib, yaxshilab aralashtirib, suv quyib, qopqog'ini yopib 10 minutga past olovga dimlab qo'yamiz. Suvlarini tortib, yaxshilab pishgandan so'ng olovdan olamiz va kerakli masalliqlarimizni ham to'g'rab, hammasini bitta idishga solamiz. Ko'kat, chesnok, o'simlik yog'i, so'yevый sous solib, yaxshilab aralashtiramiz. Eng oxirida qovurilgan baqlajonimizni ham solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Juda ham mazali salat bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Retsept yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, yaqiningizga yuborib qo'ying. Yoqimli ishtaha.